Avvalambor assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida примерно ro'paradagi 100 kvadratli do'konimiz sotiladi. Bu katta yo'lni bo'yida joylashgan Yangi Qo'qon katta avtomobil yo'lini bo'yida joylashgan do'konimiz. 100 kvadratli tayyor yurib turgan bizneslari bor. Boboshbek Trikotaj bozori yonida joylashgan do'konimiz. 100 kvadratli do'konimiz. Kirganimizda kattagina kengina do'kon. Ro'parada orqa qismida ham joylarimiz mavjud. Bu joyda orqa qismida joylarimiz mavjud. Narx-navolari va egalari raqamlarini kommentariyada qoldirib o'tamiz. Albatta bu videoni ko'plab shuna tayyor biznesga joy qidirib yurgan do'stlaringga jo'natib qo'yishni iltimos qilamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hali bundan-da ko'p joylarni obzorini qilib berishga harakat qilamiz. Yana bir bor buni manzilini eslatib o'tsak, Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Begmurod mahalla fuqarolar yig'ini Navoiy ko'chasida joylashgan do'konimiz 100 kvadratli do'konimiz sotiladi. Kimga qiziq bo'lsa kelib shaxsan egalari bilan ko'rib, reallik ko'zlaring bilan baraka qilishliklaring mumkin. Do'stlar, e'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.